Salom obunachilar, bugun men tomoshabinlar, bugun men zo'r mod qildim. Mana qaranglar, bu modda bu Vander mamlakat modi. Bu modda sizlar Telegram kanalimdan topasizlar. Telegram kanalim esa video описаниеda xullas mana tepadan 3 ko'rsatganim yaxshi-ya. Mana qaranglar, dahshat. Lekin bu paxtali emas. Dik Betamaz qaranglar. Xullas yovuzlik yuk degan o'sha qaranglar. Mana vaqtida uy. Meni cho't tushirishdi. Bu bolta qanaqa ekan? Uy, o'g'rim yo'q ekan. O'g'rimni kuchli ekan. Bu yerda hamma narsasi hozir sizlar ko'rsatgan narsa hammasi bor. Mo'ng'illar aytdi, har xil shular shu yerda vaqt video yoki mazal ukalar bilan o'ynashlar bo'ladi, mazza. Shedevr, o'ta zo'r. Keyin kommentariyaga nima deb yozinglar? Kim qaysi bu nima? G'alati. Yana nol qo'ysamchi. Bu g'alati obunachilar. Shunaqa ham narsani ham topib olasizlar, xullas. Bu nima qilar ekan endi? G'oyib. Bu nariga yozib olsa kerak ekan, obunachilar nima deysizlar? O'ta zo'r. Shu o'ta zo'rda qaranglar buni. Lekin buni nimaligini bilmadim. Shuni ham bilib qo'yish kerak ekanda. Yaxshidan hisoblasak kerak, obunachilar. Bekka kelgan odam boy bo'lib ketadi-yu. O'ta zo'r betlar. Endi obunachilar, shu yer uchun ham menga bitta like bosib, obuna bo'lib qo'yinglar va undan ham zo'rlarini chiqaraman. Iltimos, sizlarning ortidan so'raman. Tezroq 100 ta bo'yim kelyapti, o'ta ham. Keyin sizlar qaysi viloyatda bo'lganinglarni yozinglar. Adashib ketdim. Masalan, O'zbekiston qaysi? Masalan, men Andijondanman. Kommentariyaga yozinglar, men g'asa qiziqaman. Men qayta odamlar obuna bo'lgan, qaytadagi tomoshabinlar meni ko'ryapti va o'ta qiziqaman-da. Bu qorxona shekilli edi. Har birida muz yo qor bo'lish shart ekan-a bu yerda. Bu dahshat. Hozir bo'ldi obunachilar. Qanotim bor ekan, bo'ldi. Yo'g'im chiqardim obunachilar. Va tomoshabinlar adashib ketyapman-da. Aybga bermaysizlar. Mana u yerni talon-talash qilib. Suv qaynayapti qaranglar. Mo'jiza. Mana bu yerda bayroqlar. Xullas bu yerda ko'p ishi bayroq yasash ekan. Menimcha O'zbekiston bayrog'ini yasasa bo'ladi-yu, men yasamayman-da. Kommentariyaga artefakt zo'r deb yozinglar. Agar artefakt videolarini ko'radigan bo'lsanglar, artefakt zo'r deb kommentariyaga yozib qoldiringlar. Iltimos. Axir men bu videolarni sizlar uchun chiqaryapman-ku. Obuna bo'lib qo'yib, like bosib qo'yinglar. O'ta ham istayman obunachilar, sizlardan like'ni. Iltimos.
Nima bo'ldi? Ha, bo'ldi. Lekin baribir men tushunmadim. Shu nimaga ekan obunachilar kommentariya nimaga unaqa bu nimaga qo'shilganligini yozib qoldiringlar qiziqyapman bunga ham men qaranglar kichkina uychalar ham bor bu yerda. Qutilar yana bor ekan. Xullas. Это ой, ko'mak, да. Ko'mak ferma. Qaranglar, mana qani uchta chiqsanglar, tepa ko'tariladi-yu. Ashuna qiyin, uchishmay qiyin bo'lyapti. Xullas. Iltimos menga like bosib, obuna bo'lib qo'yinglar. Menga obuna bo'lgan odamni ota-onasiga kattakon rahmat deyman. Shu Ilyokini bitta odam obuna bo'lib qo'yibdi. Shu odam juda ham kattakon rahmat ota-onasiga ham, o'ziga ham. Sizlar ham ota-onalar kim menga obuna bo'lsa, shu odam kim xullas menga kim obuna bo'lsa, shu odam ota-onasini hojiga yuborsin. Iloyim. Bu yerda xullas bu yerda Vanderni uyasiga ham o'xshamaydi. Qaranglar, har xil narsalar. Bayroq, ozma bo'ldi. Xullas. E'tibor bermaymiz. Obunachilar. Keyingi videolarda ko'rishguncha obuna bo'ling, like bosing. Keyingi videolarda ko'rishguncha va mana shunday chop men ketaman. Hayya obunachilar. Sizlar bilan mega easy bo'ldi.